O'zi uchun yashashga qurilgan zo'r ko'rsatmasidagi lokatsiyasi ham bomba. Yakkasaroy tumani 104-maktab oldida joylashgan. Orientir Yubriskiy mahalla. O'rtada chiroyli kattagina fontanli zonamiz bor. Asosiy binoyimiz, garajimiz yopiq qilingan, ikkita katta mashina sig'adi. Bu yerda yana alohida binolar ham bor. Tagida jakuzi va turistik hammomlari joylashgan. Haqiqatan zo'r chiqqan. Shaxsan o'zimga rosa yoqdi. Uy-joylarga qarorish kerak ozgina yashalgan uyimiz ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilyapti hozir. Fontan ham zo'r chiqdi haqiqatan ham. Podvolga tashqaridan tushib chiqsa ham bo'ladi. Shundan so'ng uyga kirganimizda birinchi tambur bo'ladi bizani. Tambur ham chiroyli qilib qo'yilgan. Hop, bu yerdan xollga kiramiz. Xollimiz ham razmerlari kattagina, zo'r qilingan. Shaxsan o'zimga rosa planirovkasi yoqdi. Hop, o'ng qo'lda oshxonamiz ham, oshxonani qaraydi, kattagina. Katta o'rtada astrovoklar ham bor. Texnikalari hammasi qilib qo'yilgan. Hop, bu yerda esa ovqatlanadigan zonasi alohida terrasa qilingan. Дополнительный panoramli oynali. Juda ham chiroyli akkuratni chiqqan. Hop, uyimizda jami 9 ta xona, почти 900 kvadratga yaqin. Hop, bu yerda hojatxona joylashgan gostivoy. Birinchi qavat uchun spalnyamiz. Bu yerda hozir xoll qilib qo'yilgan, o'tiriladigan qilib. Kattagina razmerda. O'zining ichida alohida sanuzuli ham bor. Pedaylari ham cho'tga qilib qo'yilgan. Hop, endi zalga o'tamiz. Zalimiz ham razmerni qaraydi. Juda ham katta. Zo'r chiqqan. Remontlari yetganda haqiqatan ham yaxshi. Hop, mebellari qisman qoladi, qaysi biridir olib chiqib ketiladi, qaysi biridir qoladi. Podolga tushib chiqadigan zina bu yerda ham bor. Ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilganimizda ham yana bitta xoll kutib oladi bizani. Bu yerda ham prostorniy, chiroyli qilib qo'yilgan, odamga yoqadigan qilib. Divanni zona, bitta televizor qo'yib olsa bo'ldi. Katta oila uchun juda ham zo'r bu. Aka-uka ham bemalol yashasa bo'ladi. Bu yerda отдельный joy bo'ladi. Bu yerda mana kattagina garderobni. Agar buni ham xona hisoblasak, bu bilan 10 ta bo'ladi. Zo'r qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavat uchun yuvinish xonasi umumiy bedaylar bilan. Bu yerda spalnyamiz joylashgan. Spalnyamiz. Полностью shkaflari ham qilib qo'yilgan. Hop, endi ikkinchi qavat uchun zal. Yana bitta zal desa ham bo'ladi. Takdash ko'rpachalar ham bor ekan. Yana bitta spalniyaga o'tamiz. Kattaligini qaraydi. Вообще zo'r. Razmerlari zo'r ekan. Mahallamiz ham elitniy mahalla aytib o'taman. Katta yo'ldan 200 metr kiriladi, Muqimiy ko'chasidan. O'zining ichida sanuzuli ham bor. Hop. Bu yerda yana bitta spalnya bor. Endi bu yerni kabinet qilib qo'yishgan ekan. Kabinetga mo'ljallab qilishgan hozircha. Hop, bu yerda o'zining ichida sanuzuli ham bor. Endi podvolga tushamiz. Hop, podvolga ham tushib oldi. Podvoli juda ham gрамотный qilingan. Hozir ko'rib o'zingiz bitta baho berasizlar. Kattagina joy bor. Hop. Bu uydan narigi uyga o'tib ketsa ham bo'ladi bemalol. Shuning uchun полностью ko'rsatib beraman. Alohida garderobni xona qilingan, полностью shkaf ajratilgan. Bu yerda kotelnimiz joylashgan. Kotelnimiz ham полностью грамотный qilingan. Tak, tahorat qilish uchun ham joyda bor даже. Ikkita katta kotel, boiler, juda ham katta ekan boileri. Bu yerda hovlidan tushib chiqadigan eshigimiz bor. Endi narigi binoga o'tamiz. Bu oshxonani tegi bordi. Bu yerda ham даже garderobni qilib qo'yilgan, kir mashinalari ham qilib qo'yilgan. O'ng qo'limizda bitta kladovka joylashgan. Endi bu yerda jakuzi, kattagina. Bu yerda turistik hammom. Turistik hammomlar qilib qo'yilgan. Podvol uchun alohida sanuzuli. Hop, endi bu yerda bitta kichkina xonasi bor ekan, to'xtatib o'tirilgan. Endi ikkinchi binoga o'tyapmiz. O'tib ham bo'ldik mana. Shunda binoga kirganda o'ng qo'ldan boshlaymiz.
Bu yoqda bitta zal qilingan. Bu yoqning razmerlari katta ko'rib turganinglarda. Hop, ikkinchi qavatga ko'tariladigan zina. O'tib borar ekanmiz. To'rda umumiy yuvinish xonasi bor. Imom oshxonaga bitta baho beringlar. Smeshinni juda ham zo'r qilingan ekan, ham yozgi ham qishki oshxonani dizayni qilingan. Yong'oq daraxtlaridan cho'tki qilib zo'r qilib qo'yilgan ekan. Даже foydalanishmagan menimcha, top-toza turibdi. Xo'p, tepasi mansardniy qavat qilib qo'yilgan. Tepada ikkita spalnya, ikkita garderobning, ikkita sanuzuli bor. Chiqqanda kichkinagina holi bor. Birinchi spalnyamiz. Bu yoqda garderobnisi, kattagina sanuzuli bor. Bolalar uchun yotoqxona qilib qo'ysa bo'ladi. Oynalari ham bor. Полностью утеплить qilingan. Yana bitta xonamiz. Bu ham xuddi shunaqa spalniyaga mo'ljallangan aslida. Uchtalab oynasi bor, garderobning и sanuzuli bor. Xo'p, bu uyimiz sotilyapti, narxi описаниеda bo'ladi. Qiziqqanda telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.